Biz Jitil. Hani bir yerden tezde yok al. Seni gapiryapman. Pallakat hujum qilishyapti. Katta guruhni chaqirish kerak. Pallakatmi? Aytdim ularga ketmanglar dedim. Ya keling ey. Voy. Ag'apachilar ham qaramayapti. Siz qaraysizmi? Bu yoqqa qoching. Qoching o'lib qolsangiz men nima deyman biladi. Hujum kelyapti. Men aytdim ularga. Nima bo'ladi? Hujumchilar ketdi. Aytdim hujumchilarga men. Lanata ham yerda buzib ketdi. Kim keldi ekan bu yerga o'zi? Maniga tashlab qo'ydim. Lanata havo yo'lidan hujum bo'lmasa edi, shuni kutmayapti turdim. Sizning kattakon do'stlaringiz yo'qmi? Bo'ldi, tanidim. Jital, sen do'stlaringga aytibsan-a, o'zi senga telefon bermaslik kerak edi. Qayerga ketasan, maraz? Siz bu yerdan keting. Dam oling. Siz damingizni olib turing, men hozir bir ikkita ishlarim bor. Qabul. Birinchi eshityapsanmi? Maraz, pallakat hujum bo'lyapti. Qayerga ketdi ordilaring? Bu yerda hujum buzib tashlashni yerda. Hujum bo'lyapti deyapman men senga. Gapimni eshitasanmi, la'nat yetvachcha? Bu yerda hujum. Qamoqxonani yarmini buzib tashladi o'zi. Qayerdasan? Meni yalpay yotibsanmi? Harommi? Yo'qingga ketib. Nima? Sizga gapirganim yo'q. Senga gapiryapman, maraz. Nimaga telefonni o'chirib qo'yding? La'nat hozir qo'ng'iroq qilaydi. Alo, maraz nimaga telefonni qo'yasan? Uzr, polkovnik, ismingiz? Uzr, bu yerda bizga hujum bo'ldi. Uzr, polkovnik. O'shanga jahlim chiqib turdi. Uzr. Xo'p. Unga aytdim men u eshakka. Kelmayapti u la'nati. Siz ichkariga keling. Damole. U eshakka aytdim men. Bo'ldi. Ertalab hal qilamizmi? Bo'ldi, tamom. Men ham ko'rishib boraman. Nima bo'ldi? Men ishga qara. Qadariga la'nat. Ertalabdan hujum bo'lganini qaranglar. Jitilni otib tashlashibdi. Bu yerda galiblar nega qarayapsizlar? Nimaga qarayapsizlar sen iploslar? Gapir deyapman senga. Bu yerda qo'sh kerak istagimda hech narsa yo'q. La'nat, men aytdim generalga ish qilmaylik dedim. Siz xonangizga kirib turing. To'xtang, asharda turib turing. Men hozir chiqaman. Qolib ketmang. Musulni ham tozalamagan bu itdan tarqaygan. Musulni har doim men tozalashim kerak. Pallakat. Ashliga aytdim, musulni tozaladilar. Tozalamaydi, o'zicha general bo'lasizda endi. Haromdan toping. Bu yerga Pallakat. Men ularga aytdim, haromdan topganlarga. Qaranglar biladi desam, qaramaydi ular. bu yerda snayperlar qaramaydi. Snayperchilarni qaramaydi. Shu bor bular golemlarni. Bu golemlarni nimaga ularni qaytarsa bo'ladi. Qadariga la'nat ularni yo'q qilish kerak-da. Generalga aytsam, ichi o'lgan ekan kechiga. Chiqaversin, men gapi. Apachilar qaramayapti, men ham qaramayman. Golemlarimiz yuguryaptilar. Golemlar qisib turolmaysizlar misalda. Qaramaysanmi bu tushganda? Qayerda? Kattaxonaning uyida yurmading, pallakat. Bittadan qaramaysan. Men imtihonlasmanda. Unga aytdim men. Hujum bo'lyapti, keling aytsam, sasib aroqni ichib uyda yotgan ekan, haromini bolasi. Kazinoda biz meni gapimni eshitganmisiz deyman. Biz qamoqxonamiz kichkina pallakat. Pallakat o'zi qamoqxonamiz kichkina. Biz o'tgan safar qamoqxonaga sizga nima gapiryapman bilmadim. Biz qamoqxonaga kazinoni boshini olib kelib qo'ydik. Olib kelib ko'ramdingiz? O'sha jitilni olib kelib qo'ydik. O'sha jitil marazni deb hujum bo'ldi. Mana bu yerni buzib tashlashdi, la'nati. Bitta jitilni otib o'ldirishdi. Men buncha qayg'uryapman. Qamoqxonadagi qamoqlar bor, sirlar ko'p. Asabimni buzib qo'yladi biladi. Generalga ham nima desam deyman u. Bilmagandek o'ynab keldim. To'xtang, qayerga qochyapsiz? O'zlarini Bu yerga keling. Tezlikda qamoqxonadan sizga chiqish mumkin emas. Tezlikda keling deyapman. Siz bu yerda o'tiring, sizga ish yo'q.
Mashina ham aytdim men. Elektr tokli qilib qo'yinglar dedim. Kodli qilib qo'yinglar dedim. Nima deydi? Ishimiz chiqolmaydi deydi. Ballakatlarga aytganman men. Nimani qiynalishga to'g'ri kelyapti mana. Ha, bo'ldi, ish bitdi. Ballakat uningga snayperlar nimaga qaramayapti? Hozir chiqib olsam mo'malaga. Hozir chiqsam dadasini tanishtirman. Haromdan tarqaganlar qaramaydi, rotasi. Qarash kerak desa qaramaydi. Pallakatni bolalari. Qaramaydi bular ham. Qarash kerak. Chiqib olmaydigan qilib qo'yibsiz atamga. Ha, sizga bu parkour joymi-da? Cho'ngga tegadi bular ham. Qaramaydi snayperchilar ham. Snayperchilar ham necha marta aytganman men. Qaramaydi bu haromdan tarqaganlar. Qo'limdan och qoldi. Mana edi g'oshpos qaytib ketdi. Yaxshi ham bilib turib ovqat tayyorlatib qo'ygan ekanman. Qayerga qochaveradi bular? Otib o'ldirish kerak hammasini itdan tarqaganlar. O'ldirib yubordingiz. U o'lmadi u. Zahar qo'shib qo'yilgan ovqatni menga berdi. U ham kazinoga yordamchi ekan-da. Davay. Xonaga qayting. Xonaga qayting deyapman. Bu yerda o'ynab yurishingiz mumkin emasmi? Xonaga qayting tezlikda. Nimasi bular? Hamma ham o'ynaydi. Asab bo'ladi bular. Qamoqxonani eshigini yopib qo'ygan. Sovuq kiradi deyman. Bularga farqi yo'q. Dadasi qo'yib bergan qamoqxonani o'zim 3 yil deganni yangilab oldim. Shuni yangilanganda ham haromdan tarqagan kichkina qurib ketdi. Halakat. Zo'mon to'la musur. Halakat mana shu eshikni yangilash kerak. Mana eshikni bitta narsa bilan ochib qo'yib qo'ydi. Mana snayperchilarga buq bor, sizlarga nima bor? Turibsizlar sheyda, qaqqayib. Yaxshimisan? O'g'ling yaxshimi? Bu yerga kim hujum qilganini bilasan. Shuning uchun bu yerga ehtiyot bo'l. Snayperchiga qarab turgan. Ana mahbusga ham nimadir bo'lsa menga aytasan, xo'pmi? Hozir men gaplashib olay telefonda. Alo. Nima deysan? Hayır obunachilar, shu bilan videomizning 3-chisini. Sen mani maynamga chiqmang uka. O'ldirib tashlayman bitta snayperimni. O'ynashmayman bilan deyapman. Eshitvo, mana gapim eshit. Bizga ba'ziga hujum bo'lyapti. Bu yerda qanaqadir mer bor, har xil odamlar. Bu yerga hujum bo'lyapti. Bu yerdan qochish kerak la'nati. To'g'ri, men ham qamoqxonada o'tirib chiqqanman. Buni haqida bilaman, lekin men chiqib ketganman. Bilasan o'zing, bu yerda ishlash qiyinligini. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Hamma bu yerda, hamma sotgan. Hattoki jalemlar ham sotib qo'yishdi, chunki ular yadroviy bo'limni qaytarishmadi. Mahbus, ha, mayli. Internetim qotdi shekilli. Qabul eshityapsanmi? Snayperchilarimiz ham qaramayapti, voy. Menimcha bu yerdagi hamma sotgan, ularni yo'q qilish kerak. Bu yerga yadroviy bomba tashlaysan, menga farqi yo'q, tushunayapsanmi? Bo'pti, kelasi safar gaplashamiz. Menga undan gapirishim o'tmaydi, la'nat maraz. Bilib ket. Asabim o'ynaydi bular ham.